bitta piyola sindirsa, piyola 3000 so'mlik narsani deb agarodni ichida quyilib yuriladi. Keyin indinga nima deydi? Telefonni kim sindirdi desa, bilmayman deydi. Bolani yolg'onchi qilamiz. 100 ta piyola sindirsin. Kim sindirdi desa, men desin. Men sindirdim, opog'i. Bu mashinaga mixda kim o'yib yozdi? Dadajon desa, men yozdim. Rahmat sizga. Endi shu yozuvni mashinaga yozmang. Mana ruchka, mana daftar. Shu daftar bilan, shu ruchka bilan shu daftarga yozing. Mashinaga dadajon deb yozib bo'lmaydi deb ustaga olib borib endi shetini o'nab bering desak, ana bolamiz yolg'onchi bo'lmaydi. Bugun bitta bankani sindirib qo'ysa 1800 so'mlik. Bolani shunaqangi dakki beryaptiki, ba'da qaynata uni so'kishni eshitib, kelin uyga olib kirib, yana dababkasiga sana deb gap eshitdim deydi. 1800 so'mlik narsani deb bolani biz tarbiyasini buzamiz. Indamas kerak. Bu degani bemalol beodob bo'lib yursin degani emas. U bola atoyi mana shu bankani hozir yerga burur sindiraman demaydi, tushirib yuboradi. Yo teyib ketadi. Biz unga o'rgatishimiz kerakki, o'shani qana ushlash, qana qo'yish, to'pni qatda o'ynash. Ba'zi bilan aytadi, to'p o'ynasa to'p o'ynama. Bu palonchining kallasi. Bekorlarda aytibdi. To'p hech kimning kallasi emas. To'p o'ynasa hech qanday gunoh bo'lmaydi. Faqat o'sha to'p o'ynashlikda qumor o'ynamasa bo'ldi. Yutqizgan osh qilib beradi, yutqizgan stadionda pulini to'laydi demasa bo'ldi. Yoki futbolda deb bir-birini urushmasa bo'ldi. Futbolda deb bir qanaqadir yaxshi amallarni kechiktirmasa bo'ldi. Shu hech qanday zarari yo'q narsa, u sog'liqqa foydasi bor. Chunki siz bilan menga doktor, aniq doktorga borsangiz yuguring deydi. Qayerda yuguramiz hozir biz? 1 kilometrdan keyin tamom bo'ladi. To'p bo'lsa 5 kilometr yuguramiz. Yumanadi orqasiga yuraverasizda. Sport sog'liq garovi-da. Shuning aytadiki, bolang suzishni bilmasdan o'lsa qiyomatda javob berasan deydi. Nimaga desa, suzishni o'rgatmaganliging uchun deydi. Yoki bolang bo'shashgan, bir ishni eplanmaydigan bo'lsa, unga ham javob berasan deydi. Nimaga? Sabab sen shuni shunaqa qilgansan deydi. 20 ga kirgan bolamiz ham bor qoch, aralashma deymizda. 20 yashar bola u katta kishi u. Kerak bo'lsa o'sha bola tarbiyasida 52 muallim degan bir hozirgi zamonamizdagi olimlarda 52 xil tarbiya uslublarini yozganlar. Endi bir nasib qilsa bo'lib aytib ham berarmiz inshaalloh ularni ham. Juda zo'r uslublarda aytganlar o'sha joyda tarbiyani. Agar o'sha 52 tani o'qib turib aytdimda, agar shu 52 ta tarbiyaga qaysi ota-ona amal qilsa, bolasi ham zo'r iymonli bo'ladi, ham zo'r boy bo'ladi dedimda men xulosam. Go'dakligidan deydi, bolangga o'ziga ishonchni uyg'ot deydi. O'ziga ishonsa, hozir 25 yashar bolani kerak bo'lsa, buvisi bozorga yetalab yuribdi, shim olib bergan. deb o'ylang. 25 ga kirgan bola o'ziga bitta shim ola olmasa, ertaga qatta u xotiniga palto olib beradi. Qatta u xotinni mustaqil yurman, senga bir qator ustuvor qilib beraman deyiladi. Bu yuring deydi, xotinga palto olib beraylik deydi. Bu ish emas bu. Shuning uchun bolamiz o'zini eplaydigan yoshda bo'lganligi uchun 7 yoshda maktabga qabul qiladi. Bu degani o'zini epladi degani. Shunday borib, siz o'g'lim piyoz oling, men kartochka olaman. Bu pulni berib o'rgatish kerak. Borib narxni so'rab, bir dadil o'zini o'zi bunday mana piyoz olib keldim. Mayli 10 marta zarar qilarmiz o'sha joyda. Biz 3,5 minglik piyozni 3 mingga tushirib oladigan piyozimizni mayli 3,5 mingdan olsa 10 martada 5 ming yutqizamiz. Zato o'sha 5 ming bolamizni tarbiyalaydi. 5 mingga hozir 2 pachka sigaretni olib chekib yuboryapti. O'sha filtr yo'qdi, 2,5 mingdan bersa kerak menimcha. Lekin o'sha yahudiylarda bitta uslubi bor ekan. Bolasini 5, 6, 7 yoshgacha tarbiya qilish uchun pulini ham, vaqtini ham hech nimasini ayamas ekan. Shunda bir odam hayron bo'lib so'ragan ekan. Mana hozir dunyoda eng kuchlilar yahudiylarda, tan olish kerak buni. Shunda so'ragan, nimaga bunaqasizlar? Qimmat maktabga ham beraverasizlar. Eng zo'r o'quv qurollarini olib berasizlar. Nimaga bunaqa desa aytgan ekanki, bola
5, 6, 7 yoshgacha butun tarbiyani olib bo'ladi degan ekan. Hamma tarbiyani olib bo'ladi, shakllanib bo'ladi. Undan keyin kech qolamiz. O'shaning uchun biz shu yoshgacha ayamaymiz degan ekan. Bu degani yangi pomidorni ko'chatdan olib kelib hamaylaganda qaraymiz bunga degan odam, hamma odam bu ahmoq ekan bu deydi. Zo'r hamay qilish uchun boshda qarash kerak deydi. Ekib va suv qo'y. 3 kundan keyin yer qurigandan keyin endi chop deydi. Dori sol deydi. O'sib ketsa cho'p suqib bayla deydi. Ashna qilsa keyin zo'r hamay beradi. Biz bugun bolalarimizni hamaylab qizarib bo'lgandan keyin endi boshlaylik deyapmiz-da. U hamay turshak bo'lib qolganda o'zi. Shuning uchun tarbiyada kechikmaslik uchun o'zi aslida oila qurishdan oldin tarbiyani boshla deyilgan o'zi asli. Qandoq u desa, sen er deydi, o'zingni tarbiya qil deydi. Sen xotin deydi, o'zingni tarbiya qil deydi. Ikkovi tarbiyali bo'lsang, keyin bolang tarbiyali bo'ladi. Bu degani budiyon pomidorni eksak, budiyon hosil olamizda. Hatto shoptoli chiqmaydi hech qachon. Shuning uchun ilonni bolasi ilon, chayonni bolasi chayon deb bekorga aytilmaydi. Siz kim bo'lsangiz, bolangiz shu. Men kim bo'lsam, bolam shu-da. Kilonkani eritsa kilonka tushadi, hech qachon mis tushmaydi. Bola ota-onani erindisida agar ali bir narsani mahsulot ishlab chiqarishga serosini ishlatadi-yu. Birinchi nav, ikkinchi nav, oliy nav deydi. Oliy navdan bizga pishivoy narsalarni qilib beradi. Bu baklashkalarda serosi shu eng oliy navda pishivoy shular. Xuddi shunaqada hayot ham shunaqa. Agar o'zimiz oliy navli odam bo'lsak, bunaqa suv quysa bo'ladigan top-toza narsa chiqadi bizdan bolalarimiz. Nimaga biz 3-sort haligi abdasta quyiladigan sero bas bizda yo kirjom qilinadigan. Biz eng oliy nav bizda. Nima biz bilan desa, odamni navi nima bilan desa, Alisher Navoiy aytganlar, odam bordir, odamlarda naqshidir, odam bordir, hayvon undan yaxshidir. Bu degani odamning naqshi odamga xos bo'lgan madaniyat, odob, axloq, fahm, farosat. Musulmon odam farosatlik bo'ladi. Musulmon odam befarosat bo'lmaydi. Musulmon odam hamma joyda madaniyatini biladi. Qayerda qana o'tirish kerak, qana ko'rish kerak. Yoshlarda izzat, kattalarda hurmat, go'daylarga rahim. Misol, ashiruhunna bil ma'ruf. Xudo aytadi, ayollar bilan chiroyli shakli shamoilda yashanglar. Luqmon Hakim aytadilarki, ey er deydi. Uyga kirganingda uyda bayram bo'lib ketsin deydi. Bugun siz bilan men uyga kirsak, motam. Anu keldi deydi, hozir yana boshlaydi deydi. Kirva nimaga molga suv bermading? Nimaga anu buna turibdi? Nimaga shipirga tika turibdi? Tika turmay yotib turadi endi u. Tika qo'ysa joy ekan ham bo'ladi. Shipirgini tika qilib bo'lmaydi. Kim aytdi tika qilib bo'lmaydi deb? Shipirgini oxlab bo'lmaydi. Kim aytdi oxlab bo'lmaydi? Shipirga tegib bo'lmaydi. Kim aytdi tegib bo'lmaydi? Shipirgini poyadan farqi yo'q. Faqat poyada shipir bo'lmaydi, unda shipirsa bo'ladi. Shu xolos farq. Hech qanday dinga taalluqli joyi yo'q bu shipirgini, isiriqdi. Mana boyo'g'li kelsa, yoshligimizda haydatishardi bizga. O'lim tilayapti, hayda deb. Bilib kitob o'qisa, kitobda yozib qo'ygan ekan. Boyo'g'li, "Ey g'ofil banda, uyg'on, tur, Xudoyini esla" deb sayrar ekan. Oxiri o'sha islomimizni mustaqillikdan avvalgi mustabid davrda shu darajada bizni qaloq qilib yuborishdiki, bitta kapalayni ko'rsak Qur'on o'qiydigan bo'lib qoldik oxir. Kapalayni ko'rib Qur'on o'qiydigan bo'lib qoldik. Bu bizni holimiz voy bo'lgani shu. Endi buni mana yaqinda Xudo xolasa sentyabrda 28 yil bo'ladi azizlar, biz mustaqil bo'lganmiz. 28 yil. 91-yil tug'ilgan bolalar bugun 28 ga kirdi. Kerak bo'lsa bolasi maktabga bordi qaysidirlar. Nima demoqchiman? 28 yildan beri hali ham bir uyg'onmayapmiz-da. Uyg'onishimiz nimada? Bo'ldi, endi rivojlanish kerak. Diniy tomondan ham, dunyoviy tomondan ham. Men mol boqib katta bo'lganman, sen ham mol boqasan bas. Endi bolam, men umrbod mol boqdim. Endi sen yur endi. Dunyoni kezib, bizneslarni qilib, krasovka spatikalarni kiyib yur endi o'g'il bola.
zo'r pullarni top endi. Bizni kim hajga jo'natadi? Sen jo'natasan-da. deb bolani ruhan tetik qilish kerak. Ichida haligi botirlik deydi-yu, dadillikni bolalarga o'g'atish kerak. Biz nima deymiz? Sen shoptodi, qo'lingdan nima ish kelardi? Palon yo'q. Sen bolam katta odam bo'lasan sen. Sen zo'r, g'ayrating zo'r, shijoating zo'r, kalling zo'r ishlaydi. Nimaga qiziqasan? Shu biznesga bor, biznesingni qil. Nimaga qiziqasan? Shu svarkaga bor, svarkangni qil. Suvni ham o'zi xohlagan yo'lga yo'naltirsangiz suv zo'r oqadi. Aroqni burib orqaga oqizaman, siz qiynalasiz. Nima demoqchiman? Bolamiz agar bir yomon gunoh ishda, kasbni xohlamagan bo'lsa, halol, to'g'ri kasb tanlagan bo'lsa, qil o'shani deyish kerak. Mayli biz ota-bobom bu ishni qilmagan, ota-bobingdan svarshi bormidi? Endi yo'q ekan, endi chiqadi o'sha. Ota-bobing duradgor bo'lganmidi? Duradgorlikka qiziqsa qilsin. Misol. Ana o'sha tarbiya berishlikda ham dunyoda eng qiyin ishlardan bittasi bola tarbiyasi ekanda. Shuning uchun ko'p otalar tarbiya berishlik uslubini bilmaganligi uchun bola tarbiyasini buzib qo'yapti. Mana ovqat qilishni uslubini bilmagan odam ovqatni buzib qo'yadi. Yog'ni doq qilib turib, guruchni solib qovurib, suvni quyib, keyin ham yo'q tashab osh qilaman deb o'ylaydi. Bu bo'tqa bo'ladi u. Nimaga uslubni bilmanda birinchi yo piyoz tasha yo suyak tasha, go'sht tasha, ya'ni so'zni tasha. Shuna qilib uslubini bilsa osh chiroyli bo'lgan singari tarbiya uslubini bilgan, buni pedagoglar deydi. Pedagog deydi. Har bitta ota-ona pedagog bo'lishi kerak o'zi aslida. Mana maktabdagi o'qituvchilar pedagog deydi. O'sha 27 ta bola o'qisa bitta sinfda 27 xil oiladan kelgan bolada ular. 27 xil dunyo qarash, 27 xil odob, 27 xil fahm, farosat. Pedagog zo'r bo'lsa, 27 xilda hammasini tilini topadi. Eng rasvo bolani ham 5 ga o'qitirib yuboradi. Boshini silaydi, erkalatadi, padarka beradi. Nima? Agar o'sha birinchi sinflarga 50 milli zvachka olib kelib bersa bor-ku, yarim qop zvachka beradi. Misol. O'shaqangi bolalarga masalan urib so'kmasdan 4 olsa bitta zvachka berib, erkalatib shuna qilsa, pedagog eplaydi xullas. Endi o'zi aslida dinimiz har bitta ota-onani o'sha pedagog bo'lishini xohlaydi. Rasululloh alayhisalom buni ko'p hadislarda bizga ta'lim berganlar, o'sha tarbiya addibu avladakum deganlarda o'sha bolalaringga odob beringlar deganda odob berish uslubini bilish kerak edi. 3 yashar bola bilan 10 yashar boladek gaplashmaslik kerak edi. 10 yashar bolamizdan 27 yashar bolani ishini talab qilmasligimiz kerak. Shuni ham baylashni bilmaysanmi? Shuni ham ushab tura olmaysanmi? 10 ga kirdi u. 27 yashar odamni ishini talab qilishi u ahmoqlik bu. Bola boladek o'sish kerak. Yoshligida o'yindan to'saversak, katta bo'lib mustaqil qilgandan keyin uyga bitta PlayStation olib kirib oladi. Nimaga u yoshligida o'ynamaganda u? Endi 27 yashar bolani qarasangiz, pul topmasa PlayStation o'ynab, dendi o'ynab o'tiradi. Bolami boladek o'ynash kerak, kulish kerak, yayrash kerak. Velosiped mingiz keladimi, olib berish kerak. Pul so'rayapmi, berish kerak. Kitobda aytadiki, o'sha 52 ta tarbiyada bolang pul so'rasa ber deydi. Lekin toqatcha ber deydi. Nima kelsa agar bermasang oladi deydi. Qattansi uyda cho'ntagimizni oladi-da. Bir marta olsa bo'ldi, tamom, ketdi bola. Bo'ldi, o'g'ri bo'ladi. Nimaga bunday qo'lini tiqib, bitta g'ijimlab olib ko'chaga chiqsa, bitta 50 mingtalik. Tasavvur qilyapsizmi? Biz bilmaymiz buni. Kim o'g'lidan o'g'irlikni kutadi? Tasavvur qiling, dada 1000 so'm bering degan bola bitta chiqib qaruvdi 50 mingni. Bo'ldi, tamom, u bola o'sha o'g'ri bo'ladi. Xudo saqlasin. Shuning uchun bola pul so'radimi, berish kerak. Masalan, 1000 so'm, hozirgi kunda 1000 so'mga bitta prashka bersa, men bolam 1000 so'm. Ko'p bersang ayniydi. Sinfdoshi o'ksiydi. Ba'zi bir ota-ona nimadirmish? Bolam sumkangga narsa solib qo'yapman. Hech kimga bermasdan yeb olgin o'zing. Katta-katta yeb olgin. Ana o'sha bolani jimot qiladi. Jimot degani pishiq degani, baxil degani. Bo'ldi, ota-ona bolasini pishiq qilyapti-da. Nabarot aytish kerak. Bir narsa olishdan avval ko'ring. Agar o'rtoqlaringiz puli yo'q olmayotgan bo'lsa, siz ham olmang bola. O'ksinadi ular. Olishayotgan bo'lsa oling. Olganingizdan keyin birorta o'rtog'ingizda yo'q bo'lsa, yarimini bering. Agar ikkitasida yo'q bo'lsa, bo'lib ikkoviga berib o'zingiz yemay qo'ying.
ana o'shanda bolamiz shedriy bo'ladi, saxiy bo'ladi, qo'li ochiq bo'ladi. Ha bugun biz bolamizga hech kimga bermagina, o'qimagina 4 ta ruchkani olib, qaysi sinfdoshlar ruchka yo'q bo'lsa tarqating, yana olib beraveraman. Nima? Hozir 1,5 ming so'mdan ham ruchkalar bor. Olib kelib berish kerak korobkasi bilan. Qaysi o'rtag'ingizda ruchka yo'q bo'lsa tarqating, daftar yo'q bo'lsa bering. Voy daftarni o'rtag'ingga berib yubordingmi? Sen ahmoq, nima u daftar 500 so'm, 700 so'm, 1000 so'mlik narsa. Bekor ham nos olib, sigir olib chekib yuboryapmiz o'sha narsalar. Unga o'sha bolalarimizni saxovatga, halollikka, to'g'rilikka nabarot aytishimiz kerakki, hech qachon birorta odamni hatto bitta ruchkasini ham olib ishlatmagan. Har bitta yozgan harfingga gunoh yoziladi bola. Gunoh seni azobga olib boradi desak, inshaalloh bolamiz tarbiyali bo'ladi. Masalan, hozir eng qimmat uzum 10 ming so'm. Rozamat yaxshi. Lekin bolamiz ko'chada birovni yarim bosh uzumini uzib yeb keldi. Bu degani 2 million narsa o'zi bag'ga olsangiz, lekin bitta paqirda axlatni bersa ham yemaymiz, qoshiqchada bersa ham yemaymiz-da. Haromda mana bir donasi ham haromda, bir donasi 15 so'mga to'g'ri keladi masalan uzumni. Lekin o'sha bolamizni o'sha ishni qilganini vahima qilib yuborish kerak. Yur ketdik, xatto olding, ko'rsatasan menga. Oborib qo'lida uzum bilan uyda egasini chaqirtirish kerak. O'zing chaqirdi. Chiqqandan keyin kechirim so'raysan. Mana shuni pulini berasan. Bo'ldi, o'sha bola qaytib ko'chada uzum olmaydi. Biz ko'chadan uzum yeb kelsa, hatto esimizga ham kelmaydi, bu kimnikini oldigin demaymizda. Bir bolani dorga osishga hukm qilishgan ekan. Shunda o'g'ri, katta o'g'ri bo'lib ketgan ekan. Shunda tilagini deganda onamni olib kelsalaring, bir onamni bag'rimga bossa olib kelishgan ekan. Onasi oldiga kelganda ona shu tilingizdan bir o'psam degan ekan. Hamma hayron bo'lib, onangni yuzidan o'p, peshonasidan yo'q, tilidan o'paman. Xo'p deb tilini chiqarganda tishlab uzib olgan ekan bolasi. Shunda hamma kelib hali bolani do'pposlab tezda osinglar buni deganda, bittasi to'xta degan ekan. Bitta bir ish bor. Nimaga bunaqa qilding desa? Men yoshligimda tuxum o'g'irlab kelardim. Onam pishirib berardi. Agar shu tillari bilan nasihat qilganda bugun men dorda tagiga kelmasdim degan ekan. Shuning uchun tilini uzib oldim degan ekan. Biz bugun u tuxum nima hozir? Bitta kletkasi atbornisi 18 ming. Terilgan. Terilmagani 15 ming so'm. Uy tuxum 1000 so'm. 1000 so'm cho'ntagimizda yuvilib ketsa, bo'pti, yuvilib ketdi deymiz. Nima demoqchiman? O'sha tuxumni haqiqatan ham o'g'irlab kelganda yur, qatdan olding deganda o'sha bolasi o'g'ri bo'lmasdi. Mana biz ham o'sha bola tarbiyasida endi arzimagan narsada endi mesela xotinimiz aytishi mumkin-da, endi men bitta ruchkasini olib kelib, yo'q deyish kerak, tur yur deyish kerak. Kerak sinfga olib borish kerak, rahbariga olib borish kerak. Men bolamga yashil ruchka olib berdim. Nimaga bu qora ruchka qatdan oldi? Topasan, aytasan qatdan olganingni turish kerak. U bilsin o'g'rilikni shu darajada vahima narsaligini his qilsin bu. Ana lekin masalan bitta bir marta so'kinib qolganini eshitsak, urib bas, bolani urib tarbiyalash eng katta xato. O'sha 52 ta tarbiyada aytadiki, hech qachon o'rtoqlarini oldida bolangga tanbeh berma deydi. Bolang sinib qoladi deydi. Odamlarning ichida bolangni urma deydi. Bir marta birovga so'kinganini eshitsak, uyga olib kirib, buni vahima qilib tashlash kerak. Gap bilan. Urib so'kinmas. Shuni yomonligi haqida. Mana birovni buvisidan kelding, onasidan kelding. Tasavvur qil. Sana onangni birov shuna so'ksinchi bolam deb turib, shuni bir qo'pirtirib tashlasak, bo'ldi, o'sha bolamiz qaysi so'kinmaydi. Tishingni sindiraman, pul olsang qo'lingni chopaman, bu tarbiya emas bu. Chunki siz bilan mendan bekitib pul ham olaveradi, siz bilan mendan bekitib nos sigaret ham chekaveradi. Shuning uchun buni Xudo ko'rib turganligini biz his qildirib qo'ysak, inshaalloh bolamizga bu dunyoda ham bolamizni tarbiyasi zo'r bo'lsa, bizni ko'chada gavdamizni kerib yurishimizga sabab bo'ladi. Qanchadir ota-onalar bor, egilib qolganda bechora. O'g'lini, qizini yomonligidan qishloqda sharmanda. Lekin shuna ota-onalar bor, ko'chada ya'ni kibr ma'noda emas, gerdayib yuradi. Nimaga? O'g'li, qizi o'zining orqasidan shaltag'i yo'qda. O'g'lini, qizining orqasidan birov bir yomonlikni gapirib kelmaydi.
Xudodan so'raylik, Alloh taolo ularda farzandlarni xuddi shunaqangi hamma havas qiladigan odoblik, eslik, xushlik, ibodatlik farzand bo'lib ulg'ayishni Xudo nasib qilsin. Alloh taolo bu joyda gapirilgan gaplarga avvalo o'zim va eshitgan hammamiz birdek chiroyli amal qilishimizni Alloh o'zi nasib qilsin. Hammamiz farzandlarimizni rohatini ko'raylik. Dog'ini ko'rishdan o'zing saqlagin. Farzandlarimiz bu dunyoda va qiyomat kunida bizlarga rahmat olib beradigan, Alloh o'zi rozi bo'ladigan farzandlar bo'lishlarini Alloh o'zi nasib qilgin bi rahmatiga.